Qutlug' bo'lsin endi Darvoza aka. Qulluq, obunachilar zakaz qilaverasizlar. Yaxshi kunlarga nasib qilsin, hamisha to'ylarga ochilib bekilsin. Chiroyli chiqdi mana. Zo'r, xudo xohlasa. Pullari ham, narxi ham, kачествоsi ham, sifati ham o'ta zo'r. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Bugungi darvozamizning Andijon shahar, Shahrixon tumani Segiziqum qishlog'iga olib kelib o'rnatdik. Oddiygina fasonimiz 2 listda tayyor bo'ldi. Profillarimiz 6 ga 4, 1,5 stena qalinlikda. Darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsak, eniq 3 metr, bo'yiga 3,10 razmerda tayyor bo'ldi. Mana ko'rinish holatlari. Stoykalarimiz 10 ga 5 profil bo'ldi. Taglari 10 ga 5 shvelerdan. Bir orqa holatlarini ham ko'rsatib qo'yaman. Orqa ko'rinishlari darvozamizni o'rtasiga har doimgidek sentr zamokni berdik. Zamogimiz 5 tali chiqarilgan zamokdan. Bitta qo'lda ochiladi darvozamiz. Darvozamiz ochilgan holati. Darvozamiz ham toshni urg'inga o'rnatildi. Mana ochgan joyingizda turadi, urg'inga o'rnatilgan darvoza. Ochilgan holatlari. Hurmatli obunachilar, bu darvozamizning 2 xil variantlari bor. Xohlasalar 750 ming so'mlik, 800 minglik, 950 minglik materialga qarab tayyorlab beraveramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.